Mana keks beri chiqib qoladi yoki mana qulpim yo'q deb hali ham bahona qilib o'tiribsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring, men sizga umuman qolip kerak bo'lmaydigan va 100% o'xshab chiqadigan pirog retsepti bilan bo'lishaman. Bismillah deb idishimizga 2 dona tuxum chaqib olishdan ishimizni boshlaymiz. 2 dona tuxumimizni yaxshilab aralashtirib olamiz va ustiga 1 stakan shakar solib, yaxshilab oppoq ko'pik hosil bo'lgungacha aralashtirib olamiz. Aralashmamiz xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. Ustidan esa 1 cho'mich o'simlik yog'i hamda o'lchangan 1 stakan qatig'imizga 1 choy qoshiq choy sodasini solib, yaxshilab aralashtirib olamiz va uni ham aralashmamizga qo'shib olamiz. Va vinch yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek shunaqa ko'piklar hosil bo'lishi kerak aralashmamizda. Ustidan esa oldindan o'lchab olingan 2 stakan elangan unni solib olamiz. Va yaxshilab buni ham vinch yordamida aralashtirib olamiz. Umuman komochkalari qolmaguncha, tiniq massa hosil bo'lguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Quyuqligi esa xuddi videoda ko'rsatilgandek bo'lishi kerak. Agar bundan quyuqroq yoki suyuqroq bo'lib ketsa, pirogimiz bir chiqib qolishi mumkin. Video boshida aytib o'tganimdek, ushbu pirogimizga hech qanaqa qoliplar kerak bo'lmaydi. Yuzdagi xohlagan idishingizga so'zingiz bo'ladi. Men shunaqa idishdan foydalandim. Idishimiz yorilib ketmaydimi degan savollar uchun umuman yorilmaydi, bemalol qo'rqmasdan pishiraversanglar bo'ladi. Pirogimiz idishimizdan osonlik bilan ko'chib chiqishi uchun avvaliga yog'lab olib, so'ng esa shunaqa ustidan un sepib chiqib, keyin xamirlarni solib chiqsangiz bo'ladi. Suyuq xamirimizni idishlarimizga solib olganimizdan so'ng ustini esa xohishga qarab bezatishingiz mumkin. Pirog usti shunaqa yaltillab chiqishini xohlasangiz, ozgina shakar sepib olsangiz, shunaqa videoda ko'rsatilgandek yaltillab chiqadi. Bezatib olgan piroglarimizni 200 gradusga 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ko'pchilik shu oddiygina pirogni tayyorlashda qiynalar ekan va men barcha sirlarni shu aktualniy storyamda qoldirdim. Endi pirogingiz umuman beri chiqmaydi. Bu videoni sizga shunaqa pirog tayyorlab berish kerak bo'lgan odamga yuborib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa sizdan like va men davom etaman.